Ilm va madaniyatning Afg'oniston Hirotdan O'zbekiston Samarqandga o'tishi. Hijriy 9 asrda, taxminan milodiy 15 asrda Timurlar imperiyasi Amir Temur Guragoniya va so'ngra uning avlodlari boshligida dunyoning ikki shahrini ilm va madaniyat markaziga aylantirdi. Birinchi Samarqand Timurning asosiy poytaxti edi. Ikkinchi Hirot Shohrux Mirzo va Shoh Begim davrida madaniy va san'at poytaxti. Ikkala shahar bir sulolaga tegishli bo'lsa-da, har biri o'z sohasida yuksak darajada porladi. Samarqand ilm, falakiyot, riyoziyot va me'morchilikda, Hirot adabiyot, naqsh, xattotlik, falsafa va irfon sohalarida. Ammo qiziq tomoni shundaki, Hirotning ko'plab ustozlari, olimlari va san'at ustalari keyinchalik Samarqandga taklif qilindi yoki ularning asarlari bu yerga ko'chirildi. Ilm o'tish yo'llari qanday edi? Ilm 4 yo'l bilan o'tdi. Birinchi Shohrux Mirzo davri. Hirot Shohrux Temurning o'g'li edi va poytaxtini Samarqanddan Hirotga ko'chirdi. U va uning rafiqasi Gavharshod Begim yirik madrasalar, masjidlar va kutubxonalar qurdilar. Masalan, Gavharshod Jomi masjidi, Gavharshod madrasasi, Hirot shohona kutubxonasi. Bu davrda Hirot maktabi naqsh, xattotlik, fiqh, falsafa va shariat eng yuqori choqiga chiqdi. Timurning nabirasi Ulug'bek Shohruxning o'g'li Samarqandda hukmronlik qildi. U ilm va falakiyotga oshno bo'lib, mashhur Samarqand rasadxonasini qurdirdi. Bu ish uchun u Hirotdagi olimlar, munajjimlar va muallimlarni Samarqandga taklif qilib, ularni falakiyot, handasa, hisob va falsafa fanlarini o'qitishda jalb qildi. Uchinchi, Hirot maktabining shogirdlari Samarqandda. Hirot madrasalarining ko'plab shogirdlari Samarqandga ko'chib bordilar. Hirot maktabidan chiqqan va Samarqandda faoliyat yuritganlardan ba'zilari Qozizoda Rumi, Hirot maktabining shogirdi va Ulug'bekning ustozlaridan biri. Jamshid Koshoni, mashhur riyoziyotchi. G'iyosiddin Jamshid, Mir Ali Tabriz va Kamoliddin Behzod san'at sohasida. 4. Behzod va miniatyura san'ati. Kamoliddin Behzod Hirot maktabining eng buyuk musavviri edi. Uning asarlari keyinchalik Samarqand, Buxoro va Tabrizga yoyildi va hamda Sharq miniatyura maktabining asoschisi bo'libdi. Behzod ko'plab shogirdlar tarbiyatlab, ularning san'ati Samarqandda davom etdi. Natijada nima bo'ldi? Samarqand falakiyot, riyoziyot va markaziga aylandi. Hirot olimlarining yordami bilan. Saroy ahllari forscha she'r yozardilar. Samarqand kutubxonalari Hirot olimlarining asarlari bilan to'ldi. Hirot maktabining xattotlik va miniatyura san'ati Buxoro va Samarqandda yanada rivojlandi. Bitta jumlada aytganda, Hirot Temuriylar davrining aqliy va madaniy yuragi edi. Samarqand esa ularning ilmiy va amaliy qo'li edi. Bu ikki shahar o'zaro ilm va madaniyat almashinuvi orqali shunday bir sivilizatsiya yaratdiki, uning ta'siri bugungacha Afg'oniston, O'zbekiston, Eron va Tojikiston madaniyatida sezilib turadi. Agar Afg'oniston haqida ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz, doimo men bilan bo'ling. Sizga yoqimli damlar tilayman.